Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zakaz prinsipimiz tayyor bo'ldi. Bugungi sanagacha 2025-yil 26-iyun kuni bu prinsipimizni topshiryapmiz. Bu prinsipimiz razmeriga keladigan bo'lsak 1,5 ga 2,30 bo'ldi. Yarim krel bo'ldi. Bortning balandligi 40 cm, reshetkasi 70, qo'ldan 1,20 bo'ldi. Taglari kontenlis bo'ldi. 4 taraf ham shiviller bo'ldi. 14 lik balonlar bilan qo'yib berdik. Bu prinsipimiz Xorazm viloyati Gillang tumanidan berdik. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Bir qator obzor etib o'tamiz. Mana bu shu spravkasi. Shu spravkasi. Bu prinsipimiz zakaz bilan ishlandi. Taglari biroy to'rva. Mana uzoq 14 lik balonlar bilan yarim krel bo'ldi. Yarim krel. Nima deydi? Uzun nomeri. 1 tonna 400 zamoklar bilan, zanjirlar bilan, neyse, zosko parkoplar bilan ustampga qilib berdik. 11 million bo'ldi bu. Shu spravkasi. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Zakaz bilan ham ishlab beramiz. Tayyor prinsiplarimiz ham bor. Shuni yarim krel qilib berdik. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.